Ana bugun Chilonzor tuman Barkamol avlod bolalar maktabida muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan o'quvchi yoshlarimizni yozgi ta'til kunlarini maqsadli va mazmunli o'tkazish maqsadida Dolzarb 90 kun loyihasiga start berildi. Bu loyiha ota-onalarimiz uchun ajoyib imkoniyat bo'lib, ular o'z farzandlarini qiziqishlariga qarab, to'garaklarga kelib a'zo bo'lishsin va vaqtlarini unumli o'tkazishsin. Toshkent shahar Chilonzor tuman Barkamol avlod bolalar maktabining Dolzarb 90 kun loyihasiga start berildi. Sizlarni Toshkent shahar Chilonzor tuman Barkamol avlod bolalar maktabida kutib qolamiz.